Shu zanjirlarimiz eng originali, chunki bularni 5 dan oshiq davlatlarga eksport qilinyapti. Men ko'p gapiraman. Rossiyskiy tillar deb yurganda ko'pchilik hozir mana shu zavodlar O'zbekistonda tilla ishlab chiqarib, kerak bo'lsa Dubay, Turkiya, Xitoy. Mana kechagina o'zim ko'zim bilan ko'rdim. 100 kilo shartnomani o'sha Yevropa mamlakatiga jo'natishdi. O'sha import, eksport qilinayotgan narsalar, import tovarlar kerak bo'lsa, mana shu Gold Investga murojaat qilinglar. Hammasini garantiya, sertifikat bilan beramiz. Xohlasani Donabay, xohlasani Optim, xohlagan nima deydi? Vibrlarimiz bor. Undan tashqari xohlagan kile deysizlarmi, dona deysizlarmi, Optim deysizlarmi, shtuk deysizlarmi, xudo xolasa yetkazib beramiz. Gold Invest kuzatishda davom etinglar. Tilla bo'yicha nima xizmatlar bo'lsa, Gold Investga kelaversizlar. Sotmoqchi bo'lsani ham, olmoqchi bo'lsani ham. Salomat bo'linglar.